Assalomu alaykum, Gidroxist Qo'qon YouTube kuzatuvchilarimiz. Unda xolasa bizga yangi turdagi Asantaventdagi mana bunaqangi o't 40 degan aparatlarimiz yetib kelgan. Ya'ni jodu aparatlarimiz bo'ladi bular. Siz har xillarida mavjud. Buni qisqacha obzor bilan tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p akalar, eng oddiysi kelyapti turgan bo'lsa, mana bunaqangi Rubin firmamizga tegishli motori 6,5 kilovatli oddiy jodularimiz mavjud. Bu 6 pichoqli bo'ladi. Adnotkalarimiz bo'ladi akalar. Narxi juda ham hamyonbop. 2,1 so'm chiqadi. Kamketiga bor. Bundan tashqari mana bunaqangi lentali jodu aparatlarimiz ham mavjud, ko'rishlar mumkin. Ularimiz akalar mana bunaqangi Alfa Grand firmamizning o'sha lentali jodu aparatimiz oxiri katta bo'ladi. Bunga qaraganda nisbatan lentasi kichikroq bo'ladi. Lekin akalar tishiga baho berasizlar, ko'rishlar mumkin. Bunda 6 pichoqli bo'ladi, 6 ta pichoq. O't o'ralib qolishi ham kam bo'ladi va narxi kelyapti turgan bo'lsa 4,200,000 so'm kamketiga bor. Bundan tashqari kattaroq, ya'ni o'sha Rubin firmamizning lentali jodu aparatimiz mavjud. Buni ham oxirlari katta, oxirlari ham katta bo'ladi, ham akalar uzun bo'ladi. Lentalari mana ichki sistemasi 6 tali pichog'i hamda bitta mana bunaqangi drabelka pichoqlarigacha bor akalar. Xolasalar akalar mana bunaqangi ustida balankasi boridan qilib beramiz. Bu makka so'talar yoki bo'lmasam shunga o'xshash narsalarda tashab olmaydi desalar ham bo'ladi akalar. Bunimiz ham lentalarni ko'ryapsizlar. Lentalari ham, og'izlari ham katta bo'ladi, lentalari ham uzun. Xudo xolasa buni ichki tishlarini ko'rsatib o'tib ketaman, mana ko'rishlar mumkin. Bunimiz to'g'ri tish bo'ladi. Bu 5 tali tish bo'ladi. Keyin orqasida mana bunaqangi drabelkachasi bo'ladi. Bundan o'tgani keyin bunga o'tadi akalar. Maydalab yorma qilib chiqarib beradi. Xo'p, narxi juda ham hamyonbop chiqadi akalar. Atigi 3,5 million so'm chiqadi. Bundan tashqari akalar mana bunaqangi drabelkamiz ham mavjud. Bunimiz akalar motorlari 6,5 kilovatli motor bo'ladi. Ya qo'yga materiallari ham juda ham baquvvat. Ichidagi tishlari bu tashqari, tagida ham tishlari mavjud. Buni akalar 4 xil setkasi bo'ladi. Motorlari 6,5 kilovat, 3,5 ming oborot. Toza xitoyskiy firma. O'zbekistonga emas akalar. Xo'p, kimga shunaqangi jodu aparatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, pastda nomerlarga qoldiraman, bemalol telefon qilib xarid qila olasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Gidroxist 6-do'kon manzilimiz. Qo'qon yangi bozorda joylashgan do'konimiz akalar.